Assalomu alaykum. Yaxshi yetib keldingizmi? Rahmat. Tak, Farg'ona viloyatidan ekansiz. Xo'sh. Kataral kalit. Qachon tushuvdingiz bunga? Shu avgust oyida. Avgust oyida. Nima dedi vrach doktor o'shani ko'rib? Shu kataralniy. Kataralniy degani tushunasizmi? Past teshikdan yuqoriga endi boshlanayotgan narsa. Qachonda avgust oyidan bo'lsa nima bilan belgi berdi? Masalan, yozilishingiz ko'payib qoldimi? Ha, belgisi yozilishim har kuni shu bir mahal kelardi-yu. Qornim og'riganga o'xshab kelardi, suyuq bo'lib. Keyin endi yoqmaydigan narsa yedim shili deb anaqa qildim. Keyin birdaniga shu 1-2 kun oro bo'ldi-da, nima bo'ldi? Ichingiz ketdi. Ha, qonga o'xshagan nima ko'rdim. Keyin hali shilta ham bormi? Ha, shilta ham bor edi. Keyin shu nimalar ko'rgandan keyin e'tibor berish boshlandi axlatga. Keyin bordik. Shu kolonoskopiyaga. Ha, birinchi keyin o'ziga tushdim. O'ziga tushdim. Obshi hamma yo'qni ko'rib, yo'q, hamma yo'g'ingiz yaxshi. Endi biqiningiz bo'lsa deyishdi, yo ichidan deyishdi, o'zicha. Yo nervdan deyishdi. Nerv shamollasa ham bu yerda nerv bor deyishdi. Keyin keldim o'zidan qaytib, ha endi shu nervmikin deb nima qildim, yana hali yaxshi yurdim. Qarasam shu 1-2 shuna bo'ldi, o'sha qon ko'rindi. Keyin qo'rqqanimdan kolonoskopiyaga tushasiz deyishdi, kolonoskopiyaga bordim. Rosa o'sha ichkarini yuvib 8 marta, 7 marta, 8 marta yuvib tekshirishdi. Keyin shu mana shu 2 dori, 3 dorini yozishdi. Yana deyishdi, kelasiz 15 kunda deyishdi, shu dorilarni ichib kelasiz deb shuna deyishdi, tekshirib. Boshqa hali nima yo'q. Shu kataralni sentabr, oktyabr, noyabr kelyapti. Mana 4 oy ichida biron narsa o'zgardimi foyda tomonga? Ha, keyin nima qilib u dorini uncha foydasini bilmadim. Tabletkani. Keyin yana hali borish kerak, u bu deyishdi-yu, bormayman. Foydasini bilmadim dedim. Keyin 1-2 nimalar qilsam, endi o'chaydi o'zini. Faqat o'sha klizma nimalar bilan dori tepalab qoladi bu degan nimalar ko'rdim-da. Endi o'zim ma'lumot nima qilishga tushdim, o'zimga o'zim. Keyin hali joyda keyin qo'rqdim-da, doktorga qaytib bormadim men. Keyin uyda shu tabiiy nimalar qilib yurdim. Keyin sizni nima qildim, ko'rdim YouTubedan. Keyin shu dori berganingizni ko'rdim shu nimalarda. Keyin sizga telefon qildim. Baribir kelishingiz kerak-ku, shu nimalarni ichib turavering dedingiz. Keyin bunday qisman yaxshilandi. Yo'q, mana shu biqinda. Birinchi shu mana tomonda edi og'riq. Keyin bu tomon bilan hali simillab endi yaqindan beri mana shu yerdan deydi, nima bo'lib, kimdek atrofim jizzillaydi ham bo'lib yaqindan beri. Keyin 5-6 kun oldin bitta marosimga bordik. Erta juda men o'zim avaylab yurdim-da, chunki nimalarni ko'rali bemorlarga bergan tavsiyalar, parhezlar qilib, o'shalar qilib yurdim men. Uyda keyin klizma qildim. Shu o'zim ayab nihoyatda shu suyuq ovqatlarni yeb, damlamalarni ichib yurdim. Bu jinday hali qo'yib yubordik. O'sha marosimdan kelgandan keyin qornim shunday og'ridi-yu. Shu naqa bo'lishni boshladi-da, endi bildim o'zim yoqmaganini. Tushunarli. Hozir dam bor. Dam bor. Ha. O'rinda og'riq bor. Ha, biqinimda og'riq. O'ng chap. Birinchi o'ng edi, hozirda shu simbillab kindek atrofi bilan simbillab turibdi. Ha. Ikkinchi. Yozilishingiz necha marta? Yozilishim 1 marta. Qonda axlat ustida iring qon yoki shilta ko'rinadimi yo'qmi? Shilta, axlatda shilta bilan keyin yaqinda o'sha jinday qon ko'rindi-da. Ha. Ozroq qana toza qon ko'rinsa qo'rqmang. Chunki klizma qilib bo'lgandan keyin, birinchi kundan keyin tozalab bo'lganimdan keyin balkim kelib qolishi mumkin. Nimaga? Chunki ichakda boyagi yarasini axlat qoplab turadi-da. Bizlar yuvib tashlaganimizdan keyin boyagi joy ochilgandan keyin ozroq qon tushishi mumkin. Vahimaga tushib bu qon ekan, falon qonat vodlaring emas. Bu o'zingizni boyagi yarani bunday qilib, mana bunday qilib kavlatsangiz ham chiqadi. Lekin bita boshlaydi bu. Bitish uchun ochib olish kerak yo'lda. Ochib olish kerak. Ichidagi yaralarni hammasini axlatdan tozalab olish kerak. Shundagina bitkizishga kirishamiz. Yaralar mayda. Juda mayda. Masalan, uzoqqa bormagan ozgina joyda.
ichayotgan doringiz o'sha yara ichakni ichini klizma bilan tozalaganimizdan keyin tez yaraga ta'sir qila boshlaydi. Shuni hisobiga mana yutug'im. Quruqqina axlat ustiga dorini sepib tashlamayapmanda, ichakni yuvib, toza ichakni ichiga qilyapmiz. Men endi hali doktorga bormaganim, nimasi o'sha ko'rsatuvlaringizni ko'rib, endi boshqalardan nima qilib qo'rqdim borgani. Vaqtingizdan yutqazib qo'yishingizdan To'g'risi qo'rqdim-da men. Vaqtingizda yutqazishdan Chunki meditsinani nimasini rosa o'zimcha aytaman, endi bilmadim-u, menda shu noto'g'ri ovqatlanish ham bor edi. Keyin dori ukolni ham asoratimikin ko'p deyman. Xo'p, sog' bo'ling. 10 kun lecheniya qilamiz. Natijaga qarab keyin muomala qila boshlaymiz. Natija o'sha 10 kun ichida chiqsa, demak ishingiz bitgan bo'ladi. Bu yerda masalan 10 kun yotganiga 90% shunaqa holatda tuzalib chiqib ketyapti. Chunki hammaga aytaman, ertaroq kelinglar, kasalni oldini olinglar. Shunaqa deganingizga. Agarda oldini olmay cho'zib, orqaga tashlab yursangiz, demak o'sha yana bir marta kelishingizga, yana bir marta kelishingizga to'g'ri keladi. Hammasi xarajat. Xarajat, to'g'ri. Sog' bo'ling. Rahmat. Yaxshi dam oldingizmi? Tak, sizni qog'ozingiz 19-noyabr 25-yil kelyapsiz. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri. Diagnozingiz xulosa katarak kalit. Katarak kalit. Mana syomkada holatingiz. Mana endi shikoyat yozyapsiz. Biqinlarimda og'riq avgust oyidan beri. Yozilishimda shilimshiq ozroq qon bor. Biqindagi og'riq haqida gapiraylik. Mana salkam 9 kunlar davolandingiz. Nima o'zgardi? Biqinimda og'riq pastladi. Ovoz balandroq qilib gapiring. Biqinimda og'riq pastladi. Pastladimi? Aha. Qancha foizga pastladi? 70-80%. 70-80%. 20% arzimagan narsa qolibdi, shunchagina. Umuman yo'q bo'lib ketish uchun ozroqgina vaqt talab qilinadi. O'ylaymanki, bir oy ichida o'zi o'sha ham qolib nima qiladi. 10 kunda 80% kamayganda matematika qilsangiz, hisoblasangiz, bu ham asta-sekin yo'q bo'lib ketaveradi. Buni uddasidan chiqdim. Endi ichingiz qotishi bor ekan. Yozilishingizda mana bu shilimshiq qonlarni ko'rmadim. Faqat ich qotish bor. Nimaga? Birinchi navbatda ichagingizda mana bu qisish holati yo'qolib qolgani hisobiga. Ko'p vaqtdan beri qabziyatdan azob chekayotgan bo'lganingiz uchun shu narsa bo'ladi. Ichi o'zi qisib boraverish kerak, pastga yo'naltirish. Shuning uchun odam yoziladi har kuni. Uddasidan chiqarmayotganingiz oddiy o'zbekchasiga uxlab qolgan. Buni nima bilan yo'q qilish mumkin? Bu sira birdaniga 10 kun ichida bo'lavermaydi. Bunga vaqt talab qilinadi va ozroq har kun emas, kechiradi. Kunora klizma qilib, giyohdan klizma qilib turaversangiz, ichak o'ziga keladi. Va keyin asta-sekin har kun yoziladigan holatga kelib olasiz. Bu uncha qiyin emas. Tak. Yozilishim bir kunda, 1,5 kunda keladi. Endi faqat klizma qilganimiz uchun buni bilmaysiz. Qorinda dam degan narsa bor. Bormi qorningiz dam bo'lishi hozir? Pastladi u ham. Pastladi. Bor, pastladi. Aha. Orqa teshik atrofida sanchiq achishishlar bor. Bu nima bo'ldi? Pastladi u ham. Bu ham pastladi. Hozir mana bu yozganingizda axlat chala qolib tiqilishlar bor degan so'zingizga endi men klizma qildirganim uchun mana bu narsani bilmagansiz hamda, to'g'rimi? Uyga borgandan keyin e'tiborli bo'lsangiz, asta-sekin mana shu holat ham o'zgarib qolishi kerak. Eng muhim narsani so'rayman hozir. Farg'ona bizlardan ancha yo'l. Ancha yo'l, 8 soatlik yo'l. Afsusda emasmisiz? Shu yerga bir vaqtingiz ketkazmadimi bekorga? Ha? Yo'q. Yo'q, ha? Demak, keldingiz, o'zingizga boyaga nima desam bo'ladi. O'zingiz xohlagan darajada shifo topdim deb hisoblab ketyapsiz. Gapim to'g'rimi? Inshaalloh. Ana shunday. Ikkinchisi, mehnatimdan rozimisiz? Roziman. Rozisiz. Xarajatingizga rozimisiz? Roziman. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi yetib oling. Aytganlarimni vaqti-vaqtida qilib tursangiz,
o'ylayman hammasi joy joyiga tushib ketadi.